Qora delfin qamoqxonasi qayerda va unda kimlar saqlanadi? Qullik merosini yelkasida ko'tarib kelayotgan Angolada voyaga yetmaganlar maxfiy ravishda saqlanadimi? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan insoniyat tarixidagi eng dahshatli, qo'rqinchli va shafqatsiz qamoqxonalar sari sayohat qilamiz. Tasavvur qiling, siz devorlari panjara bilan emas, qo'rquv bilan qurilgan joydasiz. Bu yerda qochish emas, hatto nafas olish ham qo'rqinchli. Har bir qadamingiz nazoratda, har bir nigoh ortida zo'ravon tarix yotibdi. El Salvadordagi Keykot qamoqxonasi, terrorizmga qarshi kurash markazi, ispancha Centro de Confinamiento del Terrorismo, Salvadorning Tekaluka shahridagi qattiq tartibli qamoqxona. Ushbu joy 2022-yil oxirida mamlakatdagi jinoiy guruhlarga qarshi kurash doirasida qurilgan. Salvador hukumati qamoqxonani 2023-yil yanvar oyining oxirida ochdi va xuddi o'sha yilning fevral oyidan boshlab mahbuslarni joylashtirishni boshladi. 2024-yil 11-iyun holatiga ko'ra, Keykot 14532 nafar mahbusni saqladi. Qamoqxona direktori Belarmino Garsiyaning aytishicha, noyabr oyiga kelib bu ko'rsatkich 15 mingdan 20 ming nafargacha oshadi. Jami 40 ming mahbusni o'z ichiga sig'dira oladigan Keykot kattaligi bo'yicha Lotin Amerikasidagi birinchi raqamli qamoqxona va mahbuslar soni bo'yicha esa dunyodagi eng katta qamoqxonadir. Rossiyadagi Qora delfin qamoqxonasi. Rossiya federal jazoni ijro etish xizmatining Orenburg viloyatidagi 6-sonli koloniyasi o'z mahbuslari tomonidan Qora delfinlar qamoqxonasi deb nom olgan ushbu joy Qozog'iston va Orenburg viloyati chegarasidagi Sol-Iletskiy shahridagi axloq tuzatish muassasasi hisoblanadi. Bu joy Rossiyadagi eng qadimiy qamoqxona bo'lib, u o'zining norasmiy nomini asosiy kirish eshigi oldiga o'rnatilgan Qora delfin haykali tufayli olgan. Ma'lumotlarga ko'ra, qamoqxonada Rossiyaning 700 ga yaqin eng xavfli jinoyatchilari, jumladan bolalarga zo'ravonlik qiluvchilar, qotillar, terrorchilar, odamxo'rlar va ashaddiy qotillar saqlanadi. Qora delfinning barcha mahbuslari umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar bo'lib, qamoqxonada ularni 2000-yil 1-noyabrdan boshlab qabul qila boshlagan. Mazkur qamoqxona shartlari ham o'ziga xos. U yerda mahkumlar 3 ta temir eshikli kameralarda izolyatsiya qilinadilar. Ular kuniga 90 daqiqa katta qafasda mashq qiladilar va 24 soatlik kuzatuv ostidalar. Soqchilar mahbuslarga murojaat qilganda, ular "Ha, ser" deb javob berishlari kerak. Qora delfin mahbuslari qoidalarga rioya qilishlarini tekshirish uchun har 15 daqiqada soqchilar kameralar bo'ylab o'tadi. Mahbuslarga kuniga 4 mahal sho'rva beriladi va ularga faqat kitob, gazeta va radioga ruxsat berilgan. Mahbuslar qamoqxonaga qo'riqchilar tomonidan ko'zi bog'li holatda olib kelinadi. Qora delfin qo'riqchilari mahbuslarni nazorat qilishning o'ziga xos usuliga ega. Ya'ni ular mahbuslarni beli egilgan va qo'llari orqaga, sonlari tepasiga bog'lab qo'yilgan holda olib yurishadi. Bu eskort taktikasi mahbusning atrofida sodir bo'layotgan voqealarni ko'rishiga yo'l qo'ymaslik orqali maksimal nazoratni amalga oshirish imkonini beradi. Bu uning qochib ketishiga yoki qamoqxona xodimlariga hujum qilishiga to'sqinlik qiladi. Luiziana shtat qamoqxonasi. Odatda Angola nomi bilan tanilgan ushbu qamoqxona Luiziana shtatidagi Jamoat xavfsizligi va axloq tuzatish ishlari departamenti tomonidan boshqariladi. Uning Janubiy Alkatraz, Angola plantatsiyasi va ferma kabi boshqa turdagi nomlari ham mavjud bo'lib, Qo'shma Shtatlardagi eng katta, hattoki Manhattan orolidan ham kattaroq, qat'iy tartibli va maksimal xavfsizlikka ega bo'lgan qamoqxonadir. Uning nomi yuqori afrikalik qul savdogarlari Angola davlati nomidan kelib chiqqan tarixiy plantatsiyaga borib taqaladi. 1827-34-yillarda Francis Rose va keyinchalik qul savdogari Isaac
Franklin egaligida bo'lgan Angola plantatsiyasi 1888-yillarda sobiq konfederat major Samuel Jamesga o'tgan. U yerda deyarli qullik tizimi bo'lib, hayot sharoiti g'ayriinsoniy bo'lgan. 1898-yilda Luisiana shtati qullik ijarasini taqiqladi. 1901-yilda esa plantatsiya shtatga o'tib, qamoqxonaga aylandi. Yashash binolari yotoqxona tarzida tashkil etilgan bo'lib, 29% joylar maksimal xavfsizlik uchun ajratilgan. Ayrim manbalarda keltirilishicha, mahbuslar bug'doy, makkajo'xori, soyabun, paxta ekinlar ham shug'ullanganlar. Bu qamoqxonalar faqat jinoyatchilarni emas, balki inson ruhining tubsiz chegaralarini ham qamab qo'ygan joylardir. Ular jinoyatchilar uchun jazoni emas, balki ba'zida insoniylikni yo'qotish maktabiga aylanib qolgan desak adashmaymiz. Bular faqat jazo joyi emas, balki davlat siyosati, tarix, ijtimoiy tengsizlik va inson ruhining chidamlilik sinovidir. Agar bu video sizni hayratga solgan bo'lsa, videoga like bosishni, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni va eng muhimi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizni yanada ko'proq kutilmagan haqiqatlar kutmoqda. Ko'rishguncha salomat bo'ling.